Otam yoshligimdan kitob o'qigin bolam deb nasihat qilar edilar. Ba'zan nasihatni через remen ham qilardilar, da bu boshqa mavzu. Lekin men ham kitob o'qib turar edim. Yoshligimda ensiklopediya va shunga o'xshatgan bolalarga mos ilmiy balo-battar kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rar edim. Boshqa bolalar yoshligida men katta bo'lsam harbiy bo'laman, forman kiyaman, men esa astronavt bo'laman, men esa alfons bo'lmoqchiman deb yurganida, men nimagadir astronom bo'laman der ekanman. Menga kosmosga chiqib, vazinsizlik holatiga tushib yurgandan ko'ra, kosmosni o'rganish qiziqroq edi. Shu menimcha onam men yoshligimda tushirib o'rganlar va buni aytmayaptilar menga. Tushunib turganingizdek, men kitob o'qiganman va badiiy kitoblarni ham varaqlaganman. Bunga sabab men maktabda boshqalardan ajralib turadigan xislatlarim bo'lmagan va o'zimni egoyimni qondirish uchun kitob o'qirdim. Sababi boshqalar to'poy, men esa aqlan yetilgan shaxs bo'lishim kerak edi miyamga o'zimcha. Keyin men o'zimni juda ajoyib auditoriyamdan uzr so'ramoqchiman. Bu videoda so'kinish ishlatmayman. Sababi men bu videoni o'zlaricha oliy tabaqali tarbiyani cho'qqisiga yetgan shaxslar ham ko'rishlarini va o'zlarini komfort his qilishlarini xohlar edim. Shu sabab men eski videolarimda like bosinglar demagan ekanman, shuning uchun like bosib qo'yinglar, lekin obuna shart emas. Men 90% gunohlarimga sabab bo'lgan og'zimni nazorat qila olmagan videolarimni, eski videolarim rekomendatsiyalardan chiqib qolib, yana ma'naviy travma olishingizni xohlamas edim, janob va madam. Xullas, menda birinchi bo'lib keladigan savol bu kitobda nima foyda? Bu savol umumiylashtirilgan savol hisoblanadi va bu savolni bersak, hamma proshivka qilingandek plus minus bir xil javob beradi. Ya'ni, fikrlashni oshiradi, tam nutqni ravonligini yaxshilaydi, keyin o'qish tezligini ham oshiradi, shunday. Bilim beradi, kitob bilim beradi-da. Yo xudoyim, bunaqa default javoblarni eshitib hayron qolaman. Sababi bu javoblarga qarshi fikr bildirish shu darajada zerikarliki, hatto 12 yoshlik qizchalarni nimaga BTS zo'rligi haqidagi gaplarni inkor qilish uchun o'sha ongi past miyamni salgina ko'proq ishlataman. Yo, rostdan, agar sizlar bilim beradi yoki fikrlashni oshiradi demoqchi bo'lsangizlar, unda filmlar va o'yinlar ham xuddi shu ishni bajaradi. Agar siz yo'qsan, bilmaysan, kitoblar tam saviyaliroq desangizlar, men sizlarni Ranabe degan narsa bilan tanishtiraman. Ranabe kitob emas deydiganlar menga kitob va Ranabe o'rtasida 3 ta farqni topib bersinlarchi oldin. Keyin sizlar bilan gaplashamiz. Va bu Ranabelarni sujeti o'zbek kinolarining sujetidan battarroq. Ba'zida Ahad akamiz yoshligida kitob deb Ranabeni berib qo'yganlarmi deb uylanib qolaman. To'g'ri, yaxshi Ranabelar bor, buni inkor qilmayman. Keyin fanfiklar ham bor, lekin fanfiklarni uncha chuqurlashib ketmayman, chunki o sporlashib ketishlari mumkin. Fanfiklar bu kitob emas, suda deb. Shuning uchun sizlar to'g'ri gapiryapsizlar. Lekin hozir sun'iy intellekt davrida yashayapmiz va shuning uchun sun'iy intellekt yordamida qilinayotgan slob kitoblar ham juda ham ko'p. Undan tashqari shu paytgacha yozilayotgan har xil avtorlar tomonidan ma'ni, bema'ni kitoblar ham juda ham ko'p. Ulardan sizlarning skoriy xabarlaringiz yo'q, chunki ular asosan chet elda mashhurlikka erishadi va bizani tarjimonlar chet elda realni mashhur bo'lgan kitoblarni o'zbek tilida tarjima qilib olib kelishadi. O'zbeklarda unchalik bunaqa kitoblarga talab bo'lmaganligi sababli. Shu sabab kitobni kino va animelardan saviya jihatdan yaxshi deyish menimcha tupizm. Nutqni ravonlashtirishga kelsak, bunga 100% qo'shilaman, sababi o'zim ham nutqimni ravonlashtirish uchun kitob o'qiganman va rostdan ham foyda beradi, lekin kitobdan ham yaxshirog'i bu tez aytishlar aytish. Vashshe imba narsa, maslahat beraman, agar nutqingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va aynan kitob emas, balkim xohlagan tekstli narsani o'qishingiz ham mumkin. Menimcha kitobdan rostdan ham foyda berishi mumkin bo'lgan narsalardan biri bu so'z boyligini oshirish. Keyin tez o'qishni ko'p kitob o'qib rivojlantirish qiyin. O'zim kitob o'qib tursam ham juda sekin o'qir edim. Va agar o'qish tezligimni oshirsam, balkim kitob o'qishga bo'lgan muhabbatim ham oshishi mumkindir deb o'ylanib qoldim va ayrim texnikalarni o'zimni ustimda sinab ko'rdim va rezultat bitta kitobni yarmiga kelib ichidagi mavzuni umuman hech narsani tushunmasdan tam chalkashib ketib, vashsha o'qishga bo'lgan qiziqishim o'ldi. Xullas, vashsha kayf narsa, maslahat beraman. Shunga o'xshaydigan balo-batarlar. Bularni ozgina boshqa tomondan o'ylasangizlar, har biriga kontr argument keltirishlaringiz mumkin. Axir siz kitob o'qiysizlar, siz fikran yetuksiz, shu uchun bemalol o'ylanglar. Mana sizlarga pisha для размышлений. Agar men ruscha qo'shayotganimni kritika qilayotgan yoki yomon gapirayotgan bo'lsangizlar, o'zi O'zbekiston balo-batar deydigan bo'lsangizlar, unda men sizlarga chin dilimdan so'kinishi mumkin emas. Shu uchun qayerga ketishlaringizni o'zlaringiz bilib turibsizlar-da. Xullas, kitobda muammo yo'q. Asosiy muammo kitobni qanaqadir aqllilar narsasiga aylantirib qo'yishgani. Ya'ni, agar odam kitob o'qisa, u avtomatik aqlli bo'lib qolar emish. Menga umuman yoqmaydigan odamlar bu kino va anime ko'rayotgan odamlarning oldiga kelib olib 1984 ni o'qib, unda aqlliroqligini aytadigan bir necha aqlan kompleksga ega shaxslardir. Biz kitob o'qishni muqaddaslab yuborishimiz bu tupizm. Kitob o'qish bu oddiy hobbi hisoblanadi.
Bo'sh vaqtda kitob o'qiydigan odam va bo'sh vaqtida anime yoki biron sujetlik o'yin o'tadigan odam bilan bir xil bo'lishi kerak. Ayrimlar esa mexanik ish sifatida kitob o'qiydi. Ya'ni kitobni o'qib undagi voqealarni analiz qilishmaydi. Misol uchun men biron kino yoki anime ko'rsam, uni kunlab miyamda analiz qilib yuraman. Undagi falsafasi, balosi, batari menga qiziq. Boshqalar esa kinoni shunchaki kayf qilish uchun ko'radi va bunda muammo yo'q. Men Redditda bir kommentga ko'zim tushib qoldi. Kitob o'qish ijodkorlik va tasavvurga keng yo'l ochadi. Ularni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Men taxminan 10 yoshimdan beri faol kitob o'qiyman. Hozir ham doim qo'limda navbatdagi o'qiydigan 10 ta kitob ro'yxati bor. Kitobga sho'ng'ib ketishni yaxshi ko'raman. Atrofdagilarning ko'pchiligi esa bunday emas. O'ylaymanki, o'qishga muhabbat uyg'otish so'z o'yinlarini, turli gap qurilmalarini, xilma-xil qahramonlar olamini his etishga imkon beradi. Bu tajriba esa gapirish va yozishda ham o'z aksini topadi. Badiiy bo'lmagan kitoblarni o'qish menga qiyin. Foydasini tushunaman. Ko'rgan o'z-o'zini rivojlantirish turkumidagi kitoblardan bir qismi haqiqatan ham qimmatli. Kimdir maslahat bersa, ba'zida o'qib chiqaman. Lekin badiiy kitobga sho'ng'ib, sevimli qahramonlaringni butun bir seriya bo'ylab kuzatib borish bu hisni hech narsaga almashtirmayman. Bu Upvote'ni RDH kanali admini topib berdi. O'zbekistondan tashqari boshqa davlat odamlarini fikrlarini yoki hayoti qiziq bo'lsa, shu kanalga o'tib qo'yinglar. Upvote aytilgandek kimgadir badiiy kitob o'qish yoqadi va bunda muammo yo'q. Agar odam shunchaki kitob o'qisa, bu uning hobbisi. U ham xuddi gamer o'yinni o'tgandek yoki geek kino ko'rgandek vaqtini o'tkazadi. Lekin nima kerak agar odam qiziqmasa, unga o'sha hobbini qiziqtirish? Men sizlarni anime ko'rgiztirmayapman-ku. Kimgadir yoqmaydi bu yapon multichalaridagi ortiqcha seksualizatsiya yoki rang-baranglik va bu normalni. Keyin menda afantasiya degan kasallik bor. Bilmadim bu o'zi kasallikmi o'zi. O'zi menda afantasiya bormi? Chunki menga bu tashxisni ChatGPT qo'yib berdi, lekin nima bo'lsa ham menda tasavvur qilish qobiliyati yaxshi rivojlanmagan. Ya'ni menda prinsip tasavvur qila olmayman. Shu uchun ChatGPT menga afantasiyani uncha kuchli bo'lmagan varianti sizda uchraydi deb o'tib ketdi. Xullas, tasavvur qilish qobiliyati menga o'xshaydigan odamlarda yaxshi rivojlanmagan ekan. Shu sababli kimdir kitob o'qiganimda kitobdagi personajlarni tasavvur qilib, ular bilan birga yashagandek bo'laman desa, oldinlari hayron qolar edim. Bu qanaqadir aqlan nosog'lom bo'lsa kerak deb o'ylardim. Chunki qanaqasiga kitobdagi voqealarni ko'z oldiga keltirsa bo'ladi deb o'ylar edim. Keyin bilsam, bu yerda bitta kasal men ekanman. Sababi menda maksimum siluetlar ko'rinardi xolos va aynan shu muammoyim tufayli men o'zimni ijodiy sohalarda ko'ra olmayman. Men o'zimni mediada fikr egasi sifatida shakllantirmoqchiman. Ijodkor sifatida ancha qiynalaman deb o'ylayman. Endi sizga savol, menga o'xshagan odamlar qanday qilib badiiy kitoblarni maroqli o'qishadi? Qanday qilib menga o'xshagan odamlarni badiiy kitoblarga qiziqtirmoqchisiz? Menga film qulay, chunki men nima bo'layotganini ko'ra olaman. Menga o'yinlar qulay, sababi men qahramon o'rnida o'zim o'ynay olaman. Men qanday siz noshukur bandalar oddiy kitob o'qib olayotgan hissiyotlaringizni qanday his qilib ko'rishim mumkin? Men shu paytgacha badiiy kitoblar haqida gapirdim. Meni fikrimcha ilmiy yoki avtor o'zini fikrini tushuntirib beradigan kitoblarni o'rnini bosish ancha qiyin. Eng mashhur misol Atom odatlari. To'g'ri, menga uncha foyda bermadi, lekin menimcha bu kitobni uncha badiiy kitoblardan foydasi kattaroq. Bu qatorda ensiklopediyalar va darsliklar ham bor. To'g'ri, hujjatli filmlar ham ma'lumotni berishi mumkin, lekin o'qib informatsiyani miyaga saqlab qolish ehtimoli ko'proq. Men badiiy kitoblarni yomon demayapman. Men universitetda o'qiyman va leksiyalar juda zerikarli bo'ladi. Ovozsiz telefon ko'rish menga yoqmaydi. Shu sabab vaqtni o'tkazish uchun bir necha badiiy kitoblarni o'qiy boshladim. Oxirgi o'qiganim Metro 2033. Aynan Metro o'yinlaridagi falsafasi yoqqanligi tufayli bu olamni to'liqroq bilmoqchi bo'ldim. Menga yoqmaydigani kitob o'qishdan odamlar qanaqadir etalon yalatib o'rishgani va ayrim odamlar o'zlarini kitob o'qishni yoqtirmaydigan odamlardan ustun ko'rishi. Odamning fikrlash darajasini hech qachon kitob hal qilmaydi. Hayotda kitob o'qimasdan ravon fikrlaydigan va kitob o'qib ketidan oq-qora fonda rasmlarni edit qilib qo'yayotgan odamlarni ko'rdim. Menimcha kitobdan ham ko'proq odamning fikrlashiga ta'sir qilayotgan narsa bu boshqa odamlarning hayoti va ularning analizi. Men boshqalarning hayotiga aralashinglar demayapman. Shunchaki ular qilgan xatolarni analiz qilib o'zlaringiz fikr chiqarishlaringiz kerak. Va shu uchun RDH Telegram kanalini yana bir marta tiqib ketaman. Kitobxonlarni osmon qilib yuborish kerak emas. Kitob o'qib 100 millionlik temir tersak olibdi degan yangiliklarni esa konservativ fikrlaydigan ota-onalar ko'rib bolalarini majburan kitobga qiziqtirishni boshlashadi va natijada bu teskari effektni beradi. Ya'ni davlatda kitobxonlar emas, balki kitobni ko'rsa nafrat paydo bo'layotgan avlod yetisha boshlaydi. Nimaga bu mavzuni aynan bunaqa stilda olib chiqyapman? Sababi maktabda men xarizmasi yo'q, zerikarli zadrot bo'lganman va xarizmasi bor maktabda yaxshi bo'lgan bolalarga hasad qilar edim va nimadandir ulardan ustun bo'lish uchun kitob o'qir edim va miyamda o'zimcha men ulardan zo'rroqman, ular tupoy, kitob o'qimaydi degan fikr yaratib o'z-o'zimni vahshiy reallikka
internetdan saqlaganman. Topless kunduzlarni ko'rishim bilan boshqalar oldida maqtanib gapirar edim. O'ng tomonda donatorlar ro'yxati va men kitobxon blogerlarni kritika qilganim yo'q. Hech kimni yomonlaganim ham yo'q. Va даже so'kinganim ham yo'q. Sababi bu gaplarimning ko'proq auditoriya eshitishini xohlardim. Даже tega kanalimni ham reklama qilganim yo'q, chunki u yerda o'zimni erkin his qilib o'rganligim uchun. Komiks, manga va manhwa degan narsalar ham bor edi. Ularni eslab videoni quruqqa uzaytirish niyatim yo'q edi. RDH kanaliga obuna bo'linglar. Men ham kun ko'ray, если что kanal menga tegishli odam ko'paysa, o'sha kanalni salgina raskrutka qilib ko'taraveraman, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin bu video keyingi videolarning taqdirini hal qilib boradi. Shuni ham eslatib o'taman. Tugadi. Zaybal.